Allah'ınız toylara buyurdu Kudayım. Kudayım hacılara barıp hacı baba bu bilgisiler. Allah'tan kaçın, Allah razı olsun. İşlerinizde ahmet, ruvat. Kudayım bereketini versin. Rahmet. Söyleyeyim. Aldın mı? Murat mesela Hop. ben mesela bu Kaç kanal aldı bu ki? Bostan 95 600 podpiski var edi. Aha. Şu 12 olay qo'llab-quvvatlab tursa. Do'stlar, assalomu alaykum, hurmatli Bostan 95 Ha, Bostan 95 da ochildi kanal. Kanalına omad tilaymiz. Shunday bir Xudo xohlasa 600 deb turibdi do'stlar. Hammamiz aktiv bo'ling. Ehsonning mukofoti Ehson. Ukamiz yana hozir shunday bir xayrli ishlar Ro'za Ramazon oyida ishlab turib, savob bo'lsin deb turib yugurib yelib yurgan ekan. Ishlarni omad tilaymiz. Bizlarni yana kichkina bo'lsa kanalimizni ko'rib turib, hurmat yuzasidan kelib turganlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Xudo xolasa xalq bilsin ham bilib qo'yaman. Bilib qo'yamiz. Do'stlar, 2 kun ichida 10 qilik, 2 kun ichida 10 qilamiz. Ya'ni 10 ming podpiska yetamiz va ukamizni men o'zim bir shart qo'yaman. Bo'ladimi? Bo'ldi. 12 olaydi ichida. Men bir gapiraman. Lekin 2 kun ichida bugun 17si bo'ladigan bo'lsa, yo'q, 18 emas, 21 nachalli 10 bo'ling. Bir shuningdek surprizli bir yana bir ehson sevar bir yolg'onsa, Ro'za Ramazon oyining birinchi kunida, xudo xolasa, ikkinchi kunida bir oilani quvonchli kunda sherik bo'ladi. Bu videosini kutib qolmang. Ushbu videomizni, ya'ni eng yaxshi ko'radigan do'stlaringizga, ehson sevar do'stlaringizga srochniy yuborib turib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bostan 95 kanali hamma sizlarga manfaat va foydali videolarni chiqarib borishda davom etadi. Uzoqlashmanglar, bir like bosib turib, eng yaqin do'stlaringizga tashlab qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.